بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته hurmatli ustozlar va qarindoshlar bugungi tafsir darsimiz Ali İmran surasi 71 oyatdan 78 oyatgacha A'udhu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Ya ahlal kitabi lima تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون Yuqorida tilovat qilingan oyatlarning qisqacha tarjimasi ey ahli kitob ya'ni yahudiylar va nasoralar sizlar nima uchun Alloh subhanahu va taolo sizlarga nozil qilgan ya'ni sizlarning kitobinglar bo'lgan Injil Tavrotdagi haqiqatni o'zinglar to'qigan botilga aralashtirib o'tsizlar Ondan keyin bu Injil va Tavrotda Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamninki oxir zamonda avatiladigan payg'ambar ekanligini ifodalaydigan dalillar, hidoyat va haqiqatni maxfiy qilisizlar. Sizlar shu botildan haqiqatni, ozg'unlikdan hidoyatni bilib turib, nima uchun buni bir-biriga aralashtirib o'tsizlar? Yahudi ulamolardan bo'lgan bir bo'lik kishilar o'zining agash kishilariga sizlar kunduzning avvalida mu'minlarga nozil qilingan Qur'oni Karimga ochiq oshkora iymon etinglar va kunduzning oxirida uni inkor qilib kofir bo'linglar. Shunda qilsanglar, bunda qilishga maqsad nima desa, ularningki o'zining dinida bir shak kuchib qilish uchun. Buning sababi atiganda iymon edib kech tarafda kofir bo'lsanglar yoki sizlar ma'lum muddat, qisqa muddat musulmon bo'lib, undan keyin dindan yinib kufr bo'lsanglar, ularmi bular Allah tarafdan kitob berilgan, bizdan bilimli, shunday kishilar bular yani dinga ishinib bo'lib, undan keyin dindan inib ketdi. Bularning ish to'g'ri o'xshaydi deb, ularmi o'zining to'g'ri dindan shaklanib, dindan qaytib qilish ehtimolligi bo'ladi. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم Yahudilarninki mollalari o'zining agash kishilariga sizlar faqat sizlarning dininglar uchun bo'lgan sizlarga nozil bo'lgan kitobga agashgan kishilarga agashinglar va shuningga ishoninglar. Ey Allohning elchisi, ularga aytqinki, agar haqning tarafiga hidoyat qiladigan hidoyat bo'lsa, bu Alloh tarafdan nozil qilingan to'g'ri yo'ldan iborat. Bu sizlarningki yolg'on to'qilmalaringlar va gadankashlikinglar va kishilarni ozdirish uchun haqiqatni botilga aralashtirib so'zlaganinglar, bu kishilarni to'g'ri yo'lga boshlaydigan hidoyat emas. Yani bu sizlar buni nima uchun qilisizlar desa, Allohning kitobiga inkor qilish, Allohning buyrug'iga va Allohning payg'ambarining buyrug'iga gadankashlik qilish va shundaqla sizlarga berilgan narsaninki fazilatdan va o'z davridagi ortiqchiliklardan sizlarga berilgan narsaning o'qishininki yana bir kishiga berib qilishdan ansirash. Yoki qiyomat kuni sizlar Robbinglarning huzurida sizlar haqni bayon qilsanglar, haq bilan sizlar qarshi hujjat turg'izishdan ansirganlikdan sizlar shunday qilyapsizlar. Ey Allohning elchisi, yani Muhammad sallallohu alayhi va sallam, ularga isla haqiqatan fazli, rahmat, yani ortiqchilikni berish bu Allohning qo'lidadir. Alloh subhanahu va taolo o'zining bandalaridan xohlagan kishilarga fazl rahmatini ato qiladi. Allohning fazli rahmati, ato ihsonlari bir ummatga ham xos bo'lib, yana bir ummatdan cheklanmaydi. Balki Allohning fazli rahmati, ato ihsonlari nihoyat keng bo'lib, Alloh subhanahu va taolo buning kimga haqliq bo'lganligini yoki kimning ato ihson fazilatga haq bo'lganligini yaxshi bilguchidir. Alloh subhanahu va taolo o'zining xalqidan xohlagan kishini o'zining rahmatiga xos qiladi va uni boshqalardan ortiqcha qiladi. To'g'ri yo'lga boshlash, payg'ambarlik ato qilish, turli xayr ihsonlarni berish orqali boshqalardan bir qancha daraja ustun qiladi. Alloh subhanahu va taolo katta fazilat egasi bo'lib, Allohning fazlining, Allohning ato ihsonininki cheklamasi va belgilamasi bo'lmaydi.
ومن أهل الكتاب من إن تعمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تعمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. Ahli kitaplardan bir bölük kişiler bulup her kandak bir adam ulağa mal dünyadan meyli köp olsun az olsun bir narsani amanet koysa ular şu amanet ağan narsini igisiga şu amanet ağını boyunca to'liq qaytırdır. Ve yana bir kısım kişiler var ahli kitaplardan eğer onunğa kichikgina bir malni amanet koygan taqdirdimi ular bu malni qaytılmaydı. Yevilish qilishidi. Amanet qo'ygan narsani imkon qadar egisiga qaytılmasqa, tenivilishqa, yevilishqa urinadi. Faqat egisi buningga agishib yurib, haqqimni bergin deb talab qilib yurib, hatto sud, qozixona, mahkamalarga birish orqali da'vo qilgan vaqtida uning haqqini beradi. Bu nimadan desa, ularningki xato gumoni va to'g'ri bo'lmagan so'zlarning jahdidan. Ular shundaq deydi. Bu arablar uchun biz ularning mol mulkini yevasak bizga gunoh bo'lmaydi. Chunki Alloh subhanahu va taolo ularning mol mulkini yevilishni bizga durust qilib berdi deydi. Ularning demoqchi bo'lgani biz Alloh tarafdan kitob nozil qilingan, shundaq bir tanlangan yaxshi ummat. Arablar bo'lsa Alloh ularga kitobni nozil qilmagan, savotsiz bir millat. Unda bo'lgandan ularning mol mulkini biz yevasak haqsiz, bizga to'g'ri bo'ladi deb shu yolg'on so'zni deydi. Bular bilib turdi, ya'ni Allohga bo'hton chaplaganligini va o'zlarining Alloh bizga halol qilib berdi deb yolg'on so'zlaganligini bilib turib, ya'ni shu so'zni deydi. Ish ular gumon qilgandek emas, balki ularga gunoh bo'ladi, nayt cho'ng gunoh bo'ladi. Ammo har qanday bir odam o'ziningki Allohga bergan ahdisiga vafo qiladi ekan, u bo'lsa-mu Allohga iymon etish, yolg'iz Allohga ibodat qilish va Allohning payg'ambariga ishonishdan iborat Allohga bergan va'dasiga vafo qiladi ekan va shundaqla insonlar bilan qilgan ahdi, to'xtam, omonat qatorliq ishlarga vafo qiladi ekan, omonatni egasiga o'z vaqtida qaytardi ekan, Allohning buyrug'iga bo'ysunish va cheklamalardan yiroq bo'lish bilan Allohga taqvodorlik qiladi ekan. Haqiqatan Alloh subhanahu va taolo taqvodor bo'lgan kishilarni yaxshi ko'radi. Ularni tash taqvodorligiga asosan nayati isil mukofotlar bilan mukofotlaydi. Innallazina yashtaruna bi ahdillahi va aymanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirati va la yukallimuhumullahu va la yanzuru ilayhim yawmal qiyamah va la yuzakkihim va lahum azabun alim. Yahudi va Nasaralardan bo'lgan ahli kitobningki mo'llalari, mu'minlar sizlarni orzutishni yaxshi ko'radi. Ularning birdan bir umidi, orzusi sizlarni Alloh subhanahu va taolo to'g'ri yo'lga boshlab hidoyat qilgandan keyin sizlarni haq yo'ldan ozdirish, Allohning dinidan chiqarish, Allohga kafir qilish shuni yaxshi ko'radi. Lekin ular o'zidan boshqani ozdirolmaydi. Ozg'unlikning vabali ularning o'ziga bo'ladi. Chunki ularning mu'minlarni ozdirish yo'lida qilgan tirishchanlik ular uchun ozg'unlikni ziyoda qiladi. Ular o'zlarininki harakatlarininki oqibatini bilmaydi. Innallazina yashtaruna bi ahdillahi va aymanihim thamanan qalila. Ya'ni haqiqatan Allohning tavsiyasi, Allohning ko'rsatmasini, ularga qilgan Allohning ko'rsatmasini almashtirib o'tadigan kishilar, ya'ni Alloh subhanahu va taolo ularning kitobida nozil qilgan haqiqatni ozg'inak mol dunyoni deb o'zgartirib o'tadigan va Alloh avatgan payg'ambarga agash iborat bo'lgan haqiqatni o'zgartirib o'tadigan mandaq kishilar va yana shundaqla o'zining bergan qasamlariga, va'dalariga vafo qilishni iborat ahdini buzadigan bundaq kishilar, bular Allohga bergan ahdisini dunyoning e'tiborsiz narsalaridan ozroq bir narsaga almashtirib o'tadi. Ular uchun oxiratda savobdan hech qanday nasiba haq bo'lmaydi. Alloh subhanahu va taolo qiyomatda ularni xursand qiladigan darajada ularga so'z qilmaydi va ularga qiyomat kuni rahmat nazari bilan qaramaydi. Ularga dard azob
Yuqorqi oyatlardan ilingan foydalar ahli kitoblarning ulamalaridan ba'zi bir bo'lik kishilar borki, bular o'z millatini, o'ziga ergashgan kishilarni ozdirishga tirishadi. Ularga o'zining kitoblarida bayon qilingan haqiqatni ochiq bayon qilib bermaydi. Shundaqla ularning payg'ambarlari olib kelgan haqiqatni o'qimagan, bilmagan kishilarga ochiq bayon qilib bermaydi. Ya'ni kofirlarningki musulmonlarni ozdirish va shak tashlash vositalaridan ular yolg'ondan dinga kirgan bo'lib, o'zini musulmon deb e'lon qilgan bo'lib, undan keyin dindan chiqib, shu orqali diniga e'tiqod qilayotgan, ammo iymoni ojiz bir qism kishilarni o'zining dinida shaklantirib qo'yishdan iborat. Yana Alloh subhanahu va taolo noiti katta fazli egisi ata ihsonlarni bergichi bo'lib, o'zining bandalaridan xohlagan kishiga o'zining fazli rahmatini ato qiladi. Xohlagan kishini o'zining adolati, hikmati bilan cheklab qo'ydi. Allohning fazliga faqat Allohga toat ibodat qilgan taqvodor kishilar erishalaydi. Dunyodagi Allohga iymon etish, va'daga vafo qilishdan iborat, shuning o'rniga oladigan mol dunyo har qancha ko'p bo'lsa-mu, bu oxiratda erishadigan darajalar, oxiratda Alloh tarafdan beriladigan savoblarga nisbatlashtirgan vaqtida hech nimaga arzimaydigan, hatto pashining qonichilik bir narsaga yaramaydigan arzimas narsadan iboratdir. Alloh subhanahu va taolo har birimizni butun ixlosimiz bilan Allohga ibodat qilishga va Allohning dinida mustahkam turishga muyassar qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.